Assalomu alaykum arzon chorvani YouTube'dagi obunachilar Namangan viloyati Bekobod mol bozoridan olingan va sotilgan mollarni video syomkalarini qilib beramiz. Aka nech pul bo'ldi yana bola? Sotyapmiz. Nech pul deyapsizlar? 45 million. Bolasi xunajinmi? Bolasi xunajinaga. Nomerlarini aytib qo'yasizmi qiziqqanlarga? Ha bu 39 millionga sotilmayotgan 42 million narxi aytilyapti. Obunachilar bittadan like bos. Kanalga obuna bo'lasizlar. 2026-yil 1-avgust haftani shanba kunida video syomkalarimiz olinyapti. Aka nech pul deyapsiz? O'zchalar narxi bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 8 million so'm. Obunachilar 4 milliondan barakasiga savob qilgan. Aka nech pul bo'ldi? 31 million so'm. Obunachilar necha oylikdir bo'g'az. Aka bu qani nech pul bo'ldi? 30 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Bittadan like bosib, yondan qo'yish esdan chiqmasin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar do'q qolsa qo'llarning narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 4 million 600 ming. Aka nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Bu qashvet tag'i zo'ri kelyapti. Obunachilar narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Xo'sh. Narxini bilishmas ekan. Shopir akalar. Aka nech pul bo'ldi ochba? Narxini bilishmas ekan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Nech pul bo'ldi aka sigir? Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Olishmabdi ham sotishmabdi. Obunachilar shved narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 27 million so'm. Obunachilar barakasi bersin. Xunajin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar sog'liqni narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi sog'liq? Nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Nech puldan qaytdi? 5 milliondan qaytdi. Obunachilar barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar xunajinlar narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Adaxon mashina akani. Nech pul bo'ldi tog'a? Bitta mol bu aytkasanmi? Narxini bilishmas ekan. Shopir aka. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar xunajinning narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi tog'a? Nech pul bo'ldi? 18 million so'm. Obunachilar barakasi bersin. Obunachilar sog'liqlar narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 19 million 500 ming so'm. Obunachilar jupi. Cho'lasi. Hamma sog'liq ekan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar sigir narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? Sigir. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul deyapsizlar? Nech puldan qaytdi? 27 million so'mdan qaytibdi. Obunachilar bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Obunachilar xunajin narxini bilamiz. Ana uni ko'rdingmi? Aka nech pul bo'ldi? 17 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Sigir aka. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar sigirning narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 26 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Aka nech pul bo'ldi Greenford? Nech pul bo'ldi aka? 23 million so'm bo'ldi. Obunachilar toza Greenford. Barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? Aka nech pul bo'ldi? Narxini bilishimiz ekan. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Nabjan aka nech pul bo'ldi? Ayt. 12 million 600 bo'ldi. Barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytdi? Jupa 32 million 500 ming so'mdan qaytibdi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Yana bola qarang, obunachilar. Bolasini yo'qotib qo'ydi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Yana bolalarni narxini bilamiz. Aka nech pul bo'ldi? 35 million 300 ming so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? 17 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Nech pul bo'ldi aka? Sotilmadi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi? 32 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. Nech pul bo'ldi aka? 35 million so'm bo'ldi. Obunachilar barakasi bersin. 7 oylik 8 oylik bo'g'az aka. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi aka?
32 milyon so'm qolmasa, yana bola, barakasi bo'lsin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka, nechi pul bo'ldi? 24 milyon so'm bo'ldi. Aka, nechi pul bo'ldi? Narxini bilishmagan, keyingilarni ko'rsatamiz. Aka, nechi pul bo'ldi? 22 ga sotilmadi. 22 milyon so'mga sotilmoqda. Xunojon, barakasi bo'lsin. Keyingilarni ko'rsatamiz. Aka, nechi kilo keldi so'g'liq? 69 kilo. 69 kilo. Kiloga bo'ldimi aka? Ha, biroz o'zimiz tortdik. 69 kilo keldi, obunachi emas. Aka, nechi puldan bo'ldi so'g'liqlar? 18,5 milyon so'm bo'ldi. Bitta yana bola. Nechi pul bo'ldi aka? Nechi puldan qaytdi? 19 milyon 500 ming so'mdan qaytdi, sotilmadi. Keyingilarni ko'rsatamiz. Obunachilar hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin deya biz videolarimiz tugatdi. Videolarimiz kuzatib borish uchun bitta like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aka, nechi pul bo'ldi? 4 milyon 200 ming so'm bo'ldi. Barakasi bersin. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin akalar.